Homiladorlar va ularning yaqinlari tomonidan eng ko'p beriladigan 3 ta top savolga javob beraman. Men 27 yillik tajribaga ega akusher-ginekolog Akrama Dilshoda bo'laman. Sahifamga a'zo bo'ling va homiladorlar uchun qiziqarli ma'lumotlarni oling. Birinchi savol: homiladorlikda varikoz bo'lish xavflimi? Homiladorlikda varikoz kasalligi, ya'ni venalarning varikoz kengayib ketishi xavfli emas. Bu ko'pincha progesteron gormonining ishlab chiqarilishi natijasida varikoz venalarning tonusi pasayishidan kelib chiqadi. Qachonki bu kasallik dekompensatsiya stadiyasida bo'ladigan bo'lsa va qonning quyuqlashishiga va tromb hosil bo'lishiga olib kelgandagina homilador uchun xavf tug'diradi. Ikkinchi savol: homiladorlikning katta muddatlarida kindikning bolaning bo'yniga o'ralib qolishi xavflimi? Yo'q, xavfli emas. Agar qachonki bu ayol uchun xavfli bo'lib hisoblanadi, bunda kindik o'ralishlari soni bir necha marta bo'lsa yoki tug'ruq jarayonida qattiq kindik bolaning bo'yniga o'ralib qolib, yurak qisqarishlari soniga ta'sir qilgandagina bu xavfli hisoblanadi. Uchinchi savol: tug'ruq jarayonida ayollarda bo'ladigan yirtilishlar bu homilaning katta yoki kichikligiga bog'liqmi? Tug'ruqda kuzatiladigan ushbu asorat homilaning katta kichikligiga har doim bog'liq bo'lavermaydi. Bu tug'ruq jarayonida ayolning o'zining kutishi, ayolning tug'ruqqa ruhan tayyorgarligi va akusher-ginekologning kvalifikatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi.